24 soatda rizq yo'llarini ochish Fotiha amaliyoti. Birinchi qadam, o'tirib ko'zingizni yuming va ichingizdan ayting: Allohim, menga halol, foydali va barakali rizq yo'llarini och. Meni to'g'ri imkoniyatlarga yetakla. Ikkinchi qadamda esa Fotiha surasini 3 marta o'qiysiz. Har safar oxirida ichingizdan quyidagi jumlalarni aytasiz: Yo'llarim ochilsin, qarorlarim to'g'ri bo'lsin, baraka hayotimga kirib kelsin. Uchinchi qadam, ong ostingizga murojaat. O'ng qo'lingizni ko'ksingizga qo'ygan holatda 5 marotaba: Men rizqqa ochiqman. Men imkoniyatlarni ko'ra boshladim. Men harakat qilishga tayyorman. Pul menga halol yo'llar bilan keladi. Men barakani qabul qilaman deysiz. Va to'rtinchi qadam, shundan keyin biron bir harakat, biron bir rejalaringiz bo'lsa, harakatlarni ham amalga oshirish lozim. Ya'ni faqatgina rizq duo bilan emas, harakat bilan ham ochiladi. Va mana shu amaliyotlarni qilib bo'lgach, shukronalik: Allohim, kelayotgan rizq uchun oldindan shukr. Va bu jarayon bizni miyamizga signal beradi.